Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugun xudo xolasa 27-sentyabr. Akalarimiz bundan bir hafta oldin zakaz qilganlar mana tayyor bo'ldi. Olib ketyaptilar akalar. Nega Paxtakordanmi? Ha, Gagarin. Jizzax viloyati Gagarin tumanidan zakaz qildilar, olib ketyaptilar. Qani aka, ishimiz? Yaxshi. Bo'ladimi? Ko'ngildagidaymi? Yaxshi ularga xizmat qilsin, hech qachon buzilmas. Bu pritsepimizga kelsak 1.30 va 2.30 razmerda bo'ldi. Mol ortish uchun qo'y, mol, xullas hammasiga ketaveradi. Chiroyli qilib metallik svetda mana topshiryapman akalarga. Zanjir, как положено, parkop, undan keyin zamok qalinlaridan qo'yib akalarga topshirdik mana. Kimga shunday pritseplar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib bog'lanaveradilar. Manzilimiz Jizzax viloyati G'allaorol tumanidamiz. Ramalari shivellerdan har doimgidek poli list bo'ldi. Endi unga mol ortish uchun hozir ichiga rezinka tashlaydilar, yuvib sirib olish uchun, qulayroq bo'lish uchun. Manzilimiz Jizzax viloyati G'allaorol tumanidamiz. Bemalol telefon qilib bog'lanaverasizlar.